Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlarga 11 ta mashinani arzon narxlarga aralashga qo'yaveramiz. Mana birinchi mashinamiz Lacetti 2010-yil 1.8 motor metan gazlari bilan 210 ming kilometr yurgan $4700 ga beraveramiz. Ikkinchi mashinamiz Delphin Range Spark 2014-yil 520 ming kilometr yurgan metan gazlari bor. Buni ham $4300 ga beraveramiz. Oq Sparkimiz 2016-yil 180 ming kilometr yurgan 5400 ga. Cobalt 2025-yil 22 ming kilometr yurgan $11500 ga baraka qilamiz. Nexia 3imiz 2017-yil 208 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan avtomat korobka $6700 ga beraveramiz. Nexia 2 mashinamiz 2013-yil 111 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan $3700 ga beraveramiz. Lada X-Ray mashinamiz 2019-yil $6500 ga beraveramiz. Shinerai mashinamiz 2025-yil atik 20 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan $13600 ga beraveramiz. Matiz 2010-yil 470 ming kilometr yurgan metan gazlari bilan $1900 ga beraveramiz. 2009-yil 224 ming yurgan avtomat korobka Matizimiz metan gazlari bilan $2700 ga beraveramiz. Oxirgi mashinamiz 2014-yil Matiz 300 ming kilometr yurgan, bu ham metan gazlari bor, $2300 ga beraveramiz. Keyin eslatib o'tamiz, bizning mashinalar aslan naqdga, nasiyaga ham 30% boshlang'ich to'lov bilan beramiz. Lekin bank qilmaymiz, Chers bank qilmaymiz, tavsiya ham bermaymiz. Lekin bankdan ozod qilish tizimimiz bor. Masalan, misol uchun deylik, mashinangni olib keldinglar, 10 mingga narxladik. 6 minglik banki bor deylik, 6 ming bankini yopamiz, deb qolgan 4 mingni qo'lingizga sanab beramiz. Shunaqa qilib bankdan ozod bo'lasizlar. Nima deymiz? Bosamiz. Mustang Avto eng ishonchli hamkor.